Yoshlar ko'p o'tiribdi, ko'p aytgan bu gapni. Sevikli oshiqangizga bir yigit bir qizni sevib qolsa, jonim, asalim, shakarim, bog'im deb bir narsalar deydi-ku. Ha, yigitlar? O'sha jonim, asalim degan so'zingizdan ham shirinroq so'zingizni onangizga aytar ekansiz-da. Ana jonim, asalingizga pulingiz tugab qolsa, keyin zaharingiz chiqib qoladi. Quvvatingiz ketib qolsa, u kishi boshqa yoqqa ketib qoladi. Lekin onangizni, otangizni jonim, asalim desangiz, shakaringiz tugasa ham, pulingiz tugasa ham, quvvatingiz tugasa ham, cho'loq bo'lib yonida yotib qolsangiz ham, bolam deydi bechora ona. Eng yaxshi so'zni ayt ota-onangga. Va qullahuma qawlan karima. Eng muloyim, eng layyin, eng shirin, dunyodagi eng go'zal so'zni ota-onangga ayt.